Ruhlar isyoni dostoni Erkin Vohidov hayotida muhim o'rin tutadi. Doston o'tgan asrda yashab ijod etgan, otashin belgan shoiri Narzul Islomning qahramonona va fojiali taqdiriga bag'ishlanadi. Shoirga qalbidagi dardini ifodalash uchun Narzul Islomning achchiq qismati vosita bo'lgan. Chunki o'sha davrda O'zbekiston ham sobiq ittifoqdoshning mustamlakachilaridan biri bo'lib, o'zbek xalqining erki va ozodligi, mustaqilligi o'z qo'lida emas edi. Mustamlakachilar tomonidan o'zbek millatining ming yillik an'analari, urf-odatlari, milliy qadriyatlari, ma'rifatparvarlarni xalq dushmani sifatida qamalishi, qatl etilishi, so'z erkinligining yo'qligi shoirni ushbu mavzuga qo'l urishga undagan. Chunki yurt boyligi yetarli bo'lsa-da, xalqning mehnatga yarasha farovon yashamasligi, kamsitilishi, nazar pisand etilmasligi Erkin Vohidovga ham Narzul Islomdek tinchlik bermas edi. Shu bois Erkin Vohidov nafaqat o'zini, balki barcha erk-sevarlarni qiynayotgan dil tubidagi dardni, sitamlarni Narzul Islom tilidan baralla aytishga jazm etdi. Bu dostonda Narzul Islomning zindondagi o'y-xayollari, kechinmalari yoritiladi. Malomatga qoldi endi shoir bitib haq doston, Hindu uni chopon dedi, kofir dedi musulmon. Dostondagi qator mavzulardagi yoritishda shoir turli xil afsona va hamda rivoyatlardan foydalanadi. Doston Narzul Islomning fojiali qismatini yoritish bilan gavdalantiriladi.